Assalomu alaykum. Bizning xizmat eshitaman sizni. Hurmatli fuqaro, yordam kerakmi sizga? Favqulodda vaziyatda emasmisiz? Siz agarda sizga yordam kerak bo'lsa ishora bering. Yordam kerakmi? Eshitaman fuqaro. Zayafangiz qabul qilindi, tez orada borishadi. Hozirgi kunda 112 yagona dispetcherlik xizmati xodimlarining 60%ni ayol qizlar va 40%ni erkaklar tashkil etadi. Erkaklar va ayollarimiz uchun dam olish xonalari va to'liq jihozlangan sport zali mavjud. 112 yagona dispetcherlik xizmati butun respublika bo'ylab aholiga uzluksiz xizmat ko'rsatib keladi. 8-martga albatta gul. Bilmadim, gul qanaqadir yoqadi, odamning kayfiyatini ko'taradi. To'xtang, hozir уже boshlandimi? Hech narsa qilmaydimi? Mashina desam. Mashinani yangilamoqchi edim o'zi. Boshqatdan yozilu. Lekin gul rosa yaxshi ko'raman. Chunki Alloh yaratgan chiroyli mo'jiza-da. Gul. Albatta ayollarga gul. Gul. Har bitta ayolga menimcha gul yaxshi bo'lsa kerak. Endi hozir Eminni sovg'a kutayotganim yo'q-ku. Assalomu alaykum, Mirzor xizmat eshitaman sizni. 8-mart bayramini oilam bilan birga o'tkazgan bo'lardim. Voy ana, erga tegmaganman-ku, nima deyman? Shu oilam bilan, ota-onam bilan qayergadir borib o'tirib, maza qilib, dam olib kelgan bo'lardik. Ayollarni xursandchilik bilan o'tkazgan bo'lardik, ayollar o'zimizga yig'ilib. O'zim xohlagandek o'tkazmoqchi bo'lsam, onam bilan aylanib yurish, onam bolalarim bilan, Oilam davrasida. oila a'zolarim bilan, ota-onam bilan birga. Noan'anaviy hech kimni xayoliga kelmagan. Ko'pincha qiziqarlisi eshigimiz qulflanib qoldi. Ichkarida kuchuk qolib ketdi deyishganda bizga shu menga qiziqarli bo'lgan. O'shanda biz qolib qolganmiz. Qiziqarli qo'ng'iroqlar ko'pincha bizga yosh bolalar tushib qolishadi, adashib. Ertalab menga qo'ng'iroq bo'ldi. Kichkinagina qizcha telefon qilib, sizni ham dugonangiz bormi? Hurmatli, assalomu alaykum, Mirzorning xizmati eshitaman. Ko'p bo'ladi, почти har kuni har xil qo'ng'iroqlar bo'lib turadi. 4 yoshlar bola telefon qilib, adres qoldirgan. To'liq onasining mazasi bo'lmay qolganda, hamma narsani doskональный to'liq informatsiya bergan 4 yoshli bola. O'shanga skoriga ariza olganman. Eng avvalo xalqdan, abonentlardan minnatdorchilik eshitamiz. O'shalari eng betakrorida bo'lgan. Adresimni so'rashgan. Sochib beramiz deb. BDK ekin maydoningizga tovuqlarni qo'yib yuboryapti.